Manzil Andijon viloyatida. Holati zo'r, ishga tayyor. Xudo xohlasa umuman kamchiligi yo'q. Narxi aka puliga bilan birga 45 million aka. Hozir telefon nomerimni qoldiraman. Aka traktor 1992-yilda ishlab chiqarilgan. Texnik holati yaxshi. Hamma joyi joyida aka. Korobkasi ko'ridan tashamaydi, motori moy yemaydi. Bir kalitda zavodit bo'ladi aka. Dokumentda muammo yo'q. Oladi, ishlatadi aka. Narxi 45 million, puliga bilan birga. Ikkinchi traktorimiz ham MT-80 rusumida 1984-yilda ishlab chiqarilgan. Yaqindagina motor qilindi, gilza, kolsa, moylari ham alishtirilgan. Qo'shimcha teleshka, plug, baranas qo'shib beriladi. Komplet holatda narxi 70 million so'm kami bor. Manzil esa Sirdaryo viloyati. Demak, navbatdagi traktorimiz ham MT-80 rusumida 1994-yilda ishlab chiqarilgan. Holati a'lo darajada, balonlari yangi, motor korobkalari yaqindagina remontdan chiqdi. Rollari gidravlika, elektronika ishlari ham 100% bo'lgan. Narxi 70 million so'm aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Surxondaryo viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Navbatda esa T28 rusumli traktorimiz 1991-yilda ishlab chiqarilgan. Qo'shimcha teleshka hamda puliga bor, komplekt holatda sotiladi. Holati yaxshi, texnik holati soz, ishga tayyor deb ma'lumot qoldirishgan. Narxi 35 million so'm kami bor, komplekt holatda. Manzil esa Andijon viloyati. Navbatda yana bir MT-80 traktorimiz 1996-yilda ishlab chiqarilgan. Komplekt holatda sotiladi. Komplektida teleshka hamda chizili bor deyishmoqda. Hamma joyi yaxshi, traktorni ham, agregatlarini ham hech qanday aybi yo'q. Motor korobkalari ham yaxshi deb ma'lumot qoldirishgan. Narxi 100 million so'm aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Qashqadaryo viloyati. Navbatini kutib turgan traktorimiz T28 rusumida 1990-yilda ishlab chiqarilgan. Holatiga esa o'zingiz baho bering. Motor korobka, akkumulyator statorlari yaxshi deyishmoqda. Narxi 20 million so'm aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Qoraqalpog'iston Respublikasi deb ma'lumot qoldirishgan. Keyingi texnikamiz esa 3 kolesoli MT-80 bo'ladi. 1991-yilda ishlab chiqarilgan, noldan yig'ilgan, holati zo'r, kamchiligi yo'q, ishga tayyor deb ma'lumot qoldirishgan. Batafsil ma'lumotlarni esa albatta ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilib traktorni egalaridan olishingiz mumkin. Narxi 75 million so'm aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Samarqand viloyati. Navbatini kutib turgan traktorimiz MT-82.1 rusumida 2019-yilda ishlab chiqarilgan. Motor korobka, zadniy moslari yaxshi, xullas hamma joyi zo'r holatda, nahadu holatda deb ma'lumot qoldirishgan. Narxi 200 million so'm aytilish narxi albatta kamaytirib beriladi. Manzil esa Jizzax viloyati. Keyingi texnikamiz esa 3 kolesoli MT-80 1995-yilda ishlab chiqarilgan. Traktorning texnik holati soz holatda, motorlar ham yaxshi, moy rasxod qilmaydi, korobka zadniy moslariga paytda qo'shimcha ustiga ishlab turgan soz holdagi motor ham qo'shib beriladi deyishmoqda. Qolgan ma'lumotlarni telefonda gaplashamiz deyishmoqda. Narxi 70 million so'm kami bor. Manzil Samarqand viloyati. Keyingi traktorimiz esa T40 rusumida 1990-yilda ishlab chiqarilgan. Holati yaxshi, balonlari esa o'rta holda. Motor korobka ham yaxshi, ishga tayyor holati deb ma'lumot yozishgan. Narxi 45 million so'm aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Farg'ona viloyati deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatda yana bir MT-80 traktorimiz. Holati yaxshi, motor korobka zo'r, balonlari yaxshi, ishga tayyor holda, xarajati yo'q. Narxi $9000 aytilishi albatta kamaytirib beramiz deyishmoqda. Manzil esa Farg'ona viloyati. Akalar, videoga like tugmasini bosib qo'yishni albatta unutmang. Biz esa dasturimizni davom ettiramiz. Navbatda 3 kolesoli MT-80 2023-yil ishlab chiqarilgan. Motochas 2200 soat, hamma joyi yangi, bir qo'l minilgan traktor deyishmoqda. Hech qayeri ochilmagan, kuluch ham tegmagan, dokumentlari bor. Narxi 250 million so'm aytilish kami bor. Manzil esa Surxondaryo viloyati. Navbatda yana bir MT-80 traktorimiz. VOM ishlaydi, stator akkumulyatorlari yaxshi, motor korobka zadniy moslari yaxshi, rol gidravlika. Olib foydalaning deb ma'lumot qoldirishgan. Narxi 50 million so'm, yana kamaytirib ham beramiz deyishmoqda. Manzil esa Qashqadaryo viloyati.
Navbatda yana bir T28 rusumli traktorimiz 1980-yil, motor korobka zadniy moslari yaxshi, qo'shimcha teleshka, puluk, chizili bor deshmoqda. Holati yaxshi, ishlab turgan texnika, agregatlari ham yaxshi holda. Komplet holatda narxi $4900 kamaytirib beriladi. Manzil esa Qashqadaryo viloyatida ma'lumot qoldirishmoqda. Navbatda yana bir 3 kolesoli MT80 traktorimiz sotiladi. 2019-yilda ishlab chiqarilgan, hech qayeri ochilmagan, gap ayta turibdi. Motochasi esa 1570 soat deyishmoqda. Manzil esa Samarqand viloyati, narxi 200 million so'm aytilishi, albatta kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatda esa 1995-yilda ishlab chiqarilgan MT80 traktorimiz, qora motor, balonlari o'rtacha 60-70 foiz atrofida. Motor korobka remontdan chiqqan, nahadu holatda, vomlar ishlaydi, rol gidravlika dokumentlari bor. Ushbu traktorimizning komplektida kombayni, germansk siyelkasi hamda kultivatsiyasi bor. Alohida ham sotiladi. Komplekt holatda bo'lsa narxi 170 million so'm kami bor. Manzil esa Samarqand viloyati. Navbatdagi traktorimizning yili 1991-yil. Ushbu traktorimiz noldan terilgan, zadniy mos korobka yangi qo'yilgan, gap aytda turibdi. Bartovoylar ham gap aytda, 3 tala baloni yangi. Motor qora motor, inshoolari ham yangi qo'yildi, radiatorlar ham yangi, traktorning kamchiligi yo'q. Qo'shimcha bitta prinsipi hamda 3 korpuslik zavodskoy puliga bor. Faqat naqdga sotiladi. Narxi 120 million so'm aytilishi, albatta kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatda yana bir MT80 traktorimiz, holati yaxshi, balonlari o'rta holatda, motor korobkalari yaxshi, zadniy mosda ovoz yo'q. Motor rasxod qilmaydi, ishga tayyor holatda. Manzil Navoiy viloyati, narxi 50 million so'm aytilishi, kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatda esa MT82.1 rusumli traktorimiz, qora motor, hamma joyi soz holatda, hech qanday ishi yo'q, olasiz minasiz deyishmoqda. Narxi $7000 aytilishi, kamaytirib beriladi. Qolgan ma'lumotlarni esa qo'ng'iroq qilib traktorni egalaridan olishingiz mumkin. Manzil esa Namangan viloyati deb ma'lumot qoldirishgan. Akalar, bizning bugungi dasturimizdagi traktorlar shulardan iborat edi. Qo'limizdan kelgancha sifatli kontent qilishga harakat qildik. Agar ushbu roligimiz sizlar uchun foydali va manfaatli bo'lgan bo'lsa, albatta qilayotgan mehnatimizni baholab qo'yishni unutmang. Baholab qo'yish albatta like tugmasini bosish orqali bo'ladi. Demak, like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Navbatdagi dasturimizda ko'rishguncha salomat bo'ling.